Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kambag'al odamlarni ko'rib aytgan ekanlar: "Ey odamlar, ey sahobalarim, payshanba kuni kechqurun asr namozini o'qib qas qilinglar, tirnog'inglarni olinglar" debdilar. Xudo sizlarning uylarga baraka beradi, boylik keltiradi debdilar. Ichida kasallar o'tirgan ekan, kasallarga qarab: "Sizlar juma kuni tirnoq olinglar, Alloh sizlardan kasalliginglarni chiqarib yuboradi-da, o'rniga shifo kirgizib qo'yadi" deb odamlarni yaxshilikka buyursalar, o'tirgan odamlarning ichida bitta peshonasi tirishgan, gapni ma'qullamaydigan munofiq, hali islomni qabul qilib qilmasdan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning gaplarini noto'g'ri talqin qiladigan shaxs chorshanba kuni tirnoq olsa nima bo'pti deb turib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning gaplariga qarshi chiqib, chorshanba olsa nima bo'ladi desa, qarab turib g'azablari kelgandan oq bo'lasan degan deb. O'tib o'tmasdan deydilar, chorshanba kuni tirnoqni qasddan olayotganligi uchun deydilar, Alloh unga shu kasallikni yuziga solib qo'ydi.